2025 yil 29 oktyabr kuni soat 20. Oh-da mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 184 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism serial ishq, drama va kutilmagan burilishlarga to'la bo'lib, tomoshabinlarni yana bir bor hayratga soladi. Syujet tezkor rivojlanadi, qahramonlarning munosabatlari va ichki kechinmalari yangi qirralarini ochadi. Ssenariy mualliflari emotsional sahnalar va taranglikni ustalik bilan muvozanatlaydilar, bu esa tomoshabinni zeriktirmaydi. Aktyorlarning ijrosi esa har doim zavq bag'ishlaydi, har bir qahramon jonli va ko'p qirrali his etiladi. Musiqiy qo'llab-quvvatlash dramatik sahnalarni yanada ta'sirli qiladi va serial muhitiga chuqurroq kirishga yordam beradi. 184 qism Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining e'tiborli ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Qahramonlar intrigalari va kechinmalarni kuzatib boruvchi tomoshabinlar uchun bu qism haqiqiy sovg'a bo'ladi. Ushbu hikoyani o'tkazib yubormang, u sizni hissiyotlarga to'la dunyoga olib kiradi va yangi voqealarni intiqlik bilan kutishga majbur qiladi.